mumkin. Prezidentimiz topshirig'iga asosan Janubi-g'arbiy maxsus harbiy okrug askarlari xizmat davrida oliy o'quv yurtlariga imtihon topshirishni boshlashdi. O'qishga kirganlar ilk yilni onlayn shaklda harbiy burch bilan uyg'unlikda davom ettirishadi. Surxondaryolik askarlar hayotidagi tarixiy imkoniyat haqida navbatdagi lavhamizda so'z boradi. Termiz, Kakaydi va Xayrobod garnizonlarida xizmat qilayotgan yoshlar respublika oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari uchun hujjat topshirdi. Yangi tartib harbiy xizmat bilan o'quv jarayonini birlashtirib, yoshlarning salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Samarqand davlat universitetiga iqtisod yo'nalishi bo'yicha hujjatlarimni onlayn tarzda topshirdim. Men endilikda xizmatim bilan birgalikda oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirib, o'qishimni davom etish imkoniyatiga egaman. Men davlatimiz tomonidan berilgan imkoniyatdan foydalanib, kelajakda iqtisod yo'nalishi bo'yicha mutaxassis bo'lmoqchiman. Bu tashabbus askarlar uchun keng imkoniyatlar eshigini ochdi. Tizim yoshlarning intellektual darajasini yuksaltirish va zamonaviy bilimlarni egallash uchun qulay muhit yaratmoqda. Asosiy maqsad askarlarning oliy ma'lumot olishga bo'lgan intilishini rag'batlantirishdir. Bu esa kelgusida vatan xavfsizligini mustahkamlaydigan bilimli va vatanparvar kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi. Men boshqa tengdoshlarim singari Samarqand axborot texnologiyalari universitetining dasturiy injenerlik yo'nalishi bo'yicha onlayn tarzda imtihonga ariza topshirdim. Bizning harbiy qismda o'qishimiz uchun, imtihonga tayyorlanishimiz uchun kutubxonalar, sinflar, hammasi kompyuterlar deysizmi, hammasi mavjud. Eng e'tiborli tomoni bizga oliy ta'lim muassasalarining professor o'qituvchilari kelib imtihonga tayyorlashmoqda. Bugun qurolli kuchlar tizimida yaratilayotgan sharoitlar yoshlarning kelajakka ishonchini kuchaytirmoqda. Natijada armiya keng dunyoqarashga ega yuqori malakali mutaxassislarni tarbiyalaydigan maskanga aylanmoqda.